Assalomu alaykum savatdoshlar. Biz oldin soat darsda navbatdagi mushabbatniki boshbat qurilmasi ham xabarbat qurilmasini ishlab chiqqan shunaqo. Hamda xabarbatniki ust qismiga izlash ramkasini qo'shib boqamdiq. Xabarbat ramkasini ustiga izlash ramkasini qo'shib boqaylik, ha? Xo'sh, unda bo'lsa biz buningki kod necha bo'ldi? Bu news degan ishim mavjud-ku. Ya'ni men news degan hujjatni ichib oldik. İçib olgandan keyin avval mal cho'ng bir jadvalning cho'ng bir kategoriyaning ichida yana ikkinchi bir jadval bor dedik-ku. Buni qarangizlar diqqat, ha. İkinci jadval olmaydi. Ko'rdingizmi? Mush jadvalning ichiga biz mush jadvalning ichiga lekin navbatdagi xabar temisi vaqti avatilgan üst qismiga bir dona qo'y qo'shamiz. Yana mashaga. Ana bu yerga yozgan mazmuni qanday mazmun bor degan vaqtda bu yerda bir tal mazmun yozgan, ya'ni xat yozgan kunik bo'ldi. Shunaqa. Andan keyin mesela mazmun yozgan ko'znak bo'ldi, izlashda bir xat bo'ldi. Yani biz shularni bir yozib boqaylik. Unda bo'lsa diqqat, ha. Buning mazmunmi o'tir to'g'rilansin. Yani input degan o'zi kirgizish, ha? Yani kirgizish. Buningki tipi tang, buning tipi yana inputga tang bo'lsin. Andan keyin input tang bo'lsin. Yana input buning tipi tang button. Buni yozib oldik. Endi bavsini qisaqladik. Hem ko'rib boqdi. Mana chiqdimi? Ama izlash degan masala bor, ha? Endi masala shunaqa. Button. Endi butma? Xo'sh. Endi bu yerdagi mazmun izlaydigan katakchiniki ham izlaydigan kuniki buni azroq bir tanglab qo'yaylik. Mazmun izlaydigan katakchiniki kanligi 300. Mana chiqim shunaqa. Undan o'zat chiqim qanaqa qilamiz? Buni mana belaymiz. Style tang size allik mahir bey baqla yani bu shunaqa. Agar bo'lmay qilib qolsa mani elevated size tang mandalar bir bitle. Hem çıktı mayaga. Hem de sal çoğarak çıktım abi. Yetmiş. Olsun. Xo'sh. Endi maya qaraylik buniki mazmunni o'rniga.
Left yani sol taraf qilib turay. Ama jiq o'zgarish bo'lmadi shunaqa. Bu jiq o'zgarish bo'lmadi. Buning sababi nima uchun? Bu faqatlam va faqat mujbir katashlik o'rinda mau. Buni biz bunday qilamiz. Mau center bo'laversin. Demak, mau tik sanksiyalar izlashgan knopka o'tirdi hozir. Menga qarang, ma'riliq qarang. Ma'riliq o'tirdimki. Bu bundan gel necha so'm bor? 3 so'm bor. Demak, buni ko'zdan 3 dan qilib aniki kangri chiqadi. Shunda bilamda. Bu yerga ko'zdan tan 3 ga. Hamda ma 5 kangri chiqilmaya. Shunda oldimi? Xo'sh, ana menga izlashimiz buni yezdan ondan keyin ma izlashni besversa bo'ladi. Hozir bunaqa izlamaydi. Buni biz fonksiya yozmadik. Sandan bu dontay qism emas bu. Ondan keyin men ostiga yana azroq yozgan mazmun bor, ha? Masalan, birinchi bet, oldingi bet, keyingi bet, oxirgi bet. Jami manchidana deb 5 to'rt mazmun bor-ku. Shuni yozib qo'ydi. Buni eng ostiga. Ma ishlik jadvalniki. Bu ishlik jadvalniki qo'rdan foydalanadi bunga. Buni ishlik jadvalniki qo'rdan foydalanadi. Masalan, nega? Buni yezib oldik. Yezib olgandan keyin buni ko'zdan 3 dan olsun mazmun. O'tiraversin. Andan keyin mayga yozay endi. Bu yerga birinchi bet, oldingi bet, keyingi bet, jami 10 parcha. Jami 10 parcha. Menga chiqdi mavi. Bundan boş tutsa bakar qo'yay, ha. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ma bo'ldi, ha. Endi birinchi bet deganda mushu nevsqa ulab beray. Birinchi bet degan mushqa shumi? Mushqa shu. Bu xatni men kesib oldim. Endi buning ichiga ama joy turib buni men kesib olay bo'ldi. Bu yerga tana ochdim, ey bo'shliq xirif tan news html degan bet tana yepadim. Endi bunga birinchi bet degan qismatni andan keyin yana ayin oxirlashtirdim. Shunaqa buni bovsin saqlayapti. Endi qaragan bo'lsak, men birinchi betga ulan bo'ptimi? Mo'shanchash ishilishki bo'ldi. Tushunarlimi? Endi men maslahat berishamdoq. Keyingi betni xabarlar tushirdim. Nimani? Keyingi betni xabarlar men quloq olaman. Xabarlar degan mushsha boshqa ayrim bo'ldi. Endi men maslahat berishisak bo'ldi. Undan olsa Majariyanninki darsigini mashhur oxirlashtirdi, ha?